Koreyada o'zini vorzakon yoqib olgan qizlar bor ekanda, bir ikkita. Qozog'istonda bo'lganda boru, ko'tiga shunday chappa choldirib borardim, ishoninglar. Shunday tet-natet gaplashgani borardim Qozog'istonda bo'lganda. O'zidan kimlardir yassa, vorzakonlarni yassab, bir-biriga kun bermaydi ekan. Voy tavba qildim. U yerga sizlar o'zingizlarni vorzakon yoqqan bordinglarmi? Yoki nimaga bordinglarmi pul topishga? Mana nechta-nechtasi Koreyaga tegib ko'tini qisib indamasdan paypog'ini yuvib o'tiribdi-yu. Sizlar nima o'zingizlardan vorzakonni yoqib olgansizlar? Bittasi chiqib olibdi qishayib. Mana uni yoqib olish kerak. Mana uni bunaqa qilib olish kerak. Erkaklarni videoga olib yuribdi. O'l qishiq. Ertaga o'zingni boshingga tushganda o'shanda ko'rasan. Seni nima haqqing bor unaqa gapirishga, birovni bolasini yoqib yuborish kerak, mana qilib yuborish kerak deyishga? Sen kimsan? Agar seni ko'tingni kavlasa, sendan ham ancha po'q chiqib keladi. O yoshligingda nima qilib qo'ygansan, endi hozir qarib tovaring o'tmay qolgandir. Endi restoranlarda shimlarni kiyib olib raqsga tushganlaringizni ko'rdik. Endi sizni ham kavlasa, opaxon, rosa bo'qlaringiz chiqib keladi. O birovni jalab, birovni fohisha deyishdan oldin mendek qilib orqangizga qarab qo'ying. Kampirshoq. O'zingiz yoshingiz ham bir joyga borib qopti. Somsangizni qilib kafengizni yurgizavering. Osh berasiz ekan, erkaklarni videoga olib yuribsiz, "Yaxtimi samsam? Yaxtimi samsam?" deb olib. Ashuna qilib tirikchiligingizni qilavering. O birovni qizini yoqib yuborish kerak, manaqa qilish kerak demasdan, tishingizni to'g'irlab oling, sinib qopti yarimi, mo'ylog'ingizni oling. Chiroyli bo'lib kiyinib, bir figuralaringizni ozdirib, chiroyli bo'lib yuring. Oziy olmasangiz menga kelsangiz, dietologman ozdirib beraman. Tavba. Odamlarga insof bersin, o'zini menday vorzakon yoqib olganlar. Biling, Qozog'istonda bo'lganda bor mash xotinlardi. Shunaqa qilardim. Afsus, alhamdulillah biz jannat makonda yashaymiz. Hamma o'zi bilan, o'zi tirikchiligi bilan bu yerda mana kelgan insonlar bor, pulini qiladi, ketadi. O'zlaricha Koreyada ifloslar. Bir ko'tingga nima qilisha olmaysan, ko'tingda katta po'q bor, o'zingni kavlasang, yana birovlarni kavlab surishtirib, jalapam deb qo'yadi. Marhumani orqasidan PR qilguncha temani yopish hammang. O'zlaringcha vorzakonni yoqishib olmasdan. O'lish sassiqlar. Ko'rsatyapti. Men bu sigaret chetsam, uni gapi, meni gapim emas-da, savol to'g'ri. Uni gapi deyapman mana. Buni ham gapi deyapman. Siz so'rayapsiz-da, mana nima kim ichib o'tiribdi, men aytyapsiz-da. Ikkita aro turibdi, buni u ichdi deyapti. Nozimada Sherzod aytyapti buni. Ha, yo'q deyapsiz. Keyin yana kelyapsiz-da, yana bitta sigaret turibdi yo'qda, to'g'rimi? Sigaretni ko'ryapsiz-da, bu chetse, u chakardi deyapti. Ha, icharmidi? Bu yoqda Ramazon, bu yoqda archa bayram ekan deyapsiz, to'g'rimi? Endi aylanib yana kelyapsiz-da, pastda polda yotgan yana bitta sigaret pochkasiga ko'zi tushyapti. Uni ham ko'rib, bu chetse, endi u chakardi, ha, bu sigaret ekan. Afsuski hamma narsa bu yerda Nozimaga qarshi bo'lyapti-da. Endi qarang, yana bitta narsa-da. Siz o'zi bu xonadonga undan oldin, ya'ni mana shu video qilishingizdan 1 soat oldin bo'lsa ham kirganmisiz? Yo'q. Kirmagan bo'lsangiz, savol tug'iladi. Nima uchun siz xonaga kirganingizdan keyin aylanib hamma narsani ko'rdingiz-da, aynan rakvinani oldiga, ya'ni oshxona rakvinani oldiga kelib, sabzi taxtalarni, idish-tovoqlarni ichidan olib, yana bitta butilkani olib, "Men bu nima deyapsiz?" Buni qarangki, bu ham afsuski Nozimaga qarshi bo'lib chiqdi. Ya'ni u uksiz ekan. Go'yoki Sherzodning gapi bo'yicha uksiz, u uni ichmoqchi bo'libdiki, uni keyin qutqarib qolibdi, go'yoki u qahramon. Betdagi narsa ham hammasi bu videoyingiz Nozimaga qarshi bo'lib qoldi. Akasi videoni boshqatdan ko'rib chiqqan keyin prямой efir qilamiz akasi bilan. Yo'q, ko'rib chiqdim men. Sizni betdagi bu videolaringiz hammasi Nozimaga qarshi qaratilgan dalillarni yig'gansiz. Aroni ko'rsatyapsiz go'yoki, lekin men boshi siz bilan gaplashganimizda, bu prямой efir boshlamas, eng boshida gaplashganimizda, yo'q, men o'z ko'zim bilan ko'rmaganman uni ichganini deyapsiz. Lekin ko'rsatdim, mana bu aroni orqasidan deyapsiz. Antiyan sigaretlarni ko'rsatyapsiz. Uksiz go'yoki anu aytyapti, Sherzod aytyaptiki, ichmoqchi bo'lib, men uni qutqarib qoldim. Bu videolaringizdan mana odamlar nima tushunyapti? To'xta, oldida meni janjallashgan ayol kishi bilan urishdim deyotgan odam turibdi. Nimaga bu odam buni so'roq qilmasdan, mana kirdingiz-ku, xuddi bir detektivchi yoki nima deydi, tergovchi bir kirib bordingiz-da.
nima uchun buni tergov qilmayapti-da? Nima uchun Nozimani aybini qidirishni boshladi bu odam? Mana nima uchun ayrim insonlar, juda ham ko'pchilik, aksariyat insonlar nima uchun mana sizga shubha ketdi. Men sizga mana shu narsani tushuntirib beraman. Menda xuddi shu shubha ketyapti. Yana bundan tashqari siz buni oldi olib yuribsiz. Aka, savolingizni qisqa qiling. Tushunmayapman, hozir kallang gangib tashlaysiz aka. Yo'q, men sizga savol beryapman, men sizga tushuntirib beryapman. Savol emas, men sizga konkret savol bering aka menga. Nima uchun buni qildingiz? Videolaringiz, sizning videolaringiz Nozima marhumaga qarshi dalil yig'gandek bo'lgan. Savolim, Nozimani nega Nozimani onasi jinoyat alomatlarini ko'rib bu ishni tegiga yetmoqchi bo'lyapti-yu, sizni nimaga jahlingiz chiqib ketyapti? Nima uchun g'azablashyapsiz? Siz to'g'ri yordam qildingiz, gap so'z bo'lishi mumkin emas, lekin nimaga bechora ona uni Toshkentga borganda ko'ryapti buni tan jarohatlarini, buni tegiga yetaman siz jon jahdingiz bilan qarshilik ko'rsatyapsiz. Lekin hozir emas, lekin nimaga shu asabiylashyapsiz? Aka, siz bir videolarimni ko'rib chiqingman. Videolarimda men ayas ko'raman. Aka, videolarimda ham aytganman, Nozimani onasi jo'natib yuboringlar. Tezroq qo'yaylik degan birinchi. Tushunyapsizmi? Menda zapislari bor. Onasi nima uchun aytgan? Chunki onasi u haqiqiy tan jarohatlarini ko'rmagan edi onasi. O'shaning uchun iltimos qildi. Men aytayapmanki, o'sha ko'radimi, ko'rmaydimi? Men o'lgan paytida boshlaganman. Uni qotillik bo'lsa, qotilligini topamiz. Boshqa bo'lsa boshqasini topamiz deb birinchi telefon qilganda sanlagan aytganman, onasiga ham aytganman. Men birinchi onasidan ham birinchi qotilni topishni men boshlaganman. Faktlari bor. Men hammaga bitta gapni eshitmay yurib aytib yurolmayman. Videoda ko'ringlar. Unaqa qilib o'zlaringizga Yo'q, ko'rdik, videoni ko'rdik. Bu yoqda sizni aslida primoy efirlaringizda ketyapti-da gap, tushunasizmi? Primoy efirda aytyapmanmi? Siz g'azabingiz chiqyapti, ya'ni buni onasi jinoyatga yetaman desa, uni sizga nima qizig'i bor? Yetavermaydimi? Nimaga siz g'azablashyapsiz? Muhimi siz hech kim jinoyatchi demayapti-ku. Yetsin, inson yetsin, bizni yetaversin. Tezroq yetsin. Biz shuni tarafdorimiz. Endi siz tarafdori bo'lyapsiz, lekin boshqa siz unga qarshilik qilib jahli chiqib kerak emas, muhokama qilmaymiz deb yotibsiz-da. O'shanga mana odamlar aka, siz qiyiqim zapislarda eshitib, men oldimga savol tuzib keldingiz-da. Menda 8 soatlik videolar bor aka. O'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi shunaqa qiyiqim qilganimni? Siz o'sha menda to'lig'i bor deyapman, tushunyapsizmi? Siz menga konkret savol bering. Konkret savol. Men har bir savolimni konkret beryapman. Nima uchun Nozimani tan jarohatlarini onasiga etmadinglar? To'xtab turing. Tan jarohatini biz ko'rganimiz yo'qda, qanday aytamiz? Yolg'on gapiryapsiz, Avazbek aka, yolg'on gapiryapsiz aka. Alloh bor, hammamiz ko'ribmiz. Siz Koreyada turib, meni ko'rganligimga isbot ko'rmagan. Mana men sizga isbotini keltirib beraman. Isbotini keltirib beryapman. Qarang. Amerika Qo'shma Shtatlarida turib, men u maytni ko'ryapmanki, aynan yuvish xonasidagi. Yuvish, o'sha yerdagi qizni ham aytayapti. U qizlar, siz o'ylaysizki, menga aloqaga chiqmadim deb o'ylaysiz. Nima uchun siz va sizga atrofidagi insonlar buni onasiga, "Ey onaxon, qizingizni tan jarohati juda og'ir, qotillik alomatlarini ko'ryapmiz" deb aytmadinglar-da, shunchaki olib uni aka sizga PR kerakmi yo'q? Bechora onasi bilmagan edi. Bechora onasi bilmagan edi. Mavzuni cho'zmoqchiman. Mavzuni cho'zib 1-2 haftaga cho'zmoqchiman deyotgan bo'lsangiz, ayting, cho'zaylik aka. Konkret gapiring. Men sizga aytayapman, nima uchun aytmadinglar? Nima uchun aytmadinglar? Tan jarohatlarini bechora onasi balkimdir olib kelinglar demasdi. Men bilan gaplashyapti hozir. Jim turing. To'g'ri. Erkak kishi bilan gaplashyapmiz. Boshing hozir. Nima uchun Nozimani jarohatlarini aytmadinglar deyapsiz, to'g'rimi? To'g'ri. Konkret savol. Men sizga o'zim bosib olib, sekin javob beryapman. Birinchidan, Nozimaxonni tanasini men ko'rmadim. Ikkinchidan, u tanani ko'rish o'sha sud ekspertizami, o'sha politsiyani ishi u. Endi yana ikkinchidan, uni yuvib kafanlash ayollarning ishi. Men uni ko'rmayman. Sizga aytmadimmi o'sha yuvuvchilar, siz ko'rgan narsa, siz ko'rgan narsa o'sha yuvguvchi o'sha yerda ichida rasmga olganmi yo O'zbekistonda turib onasi rasmga olganmi? Bundan men bexabarman. Bexabarman. Yo'q, bu yerda Avaz aka eshiting aka. Sizni xalq birinchidan bilib olingki, mana shuncha yaxshi ishlar qilyapsiz. Gap so'z bo'lish emas, respekt tomoningiz bor. Siz to'g'ri tushuning. Lekin hozirgi aytayotgan bu gapingiz jon aka yolg'on.
Siz xabaringiz bo'lgan, aka, ko'rmagan bo'lsa ham Alloh ko'rib turibdi-ku. Alloh ko'rib turibdi-ku, o'sha insonni hozir mana Alloh ko'rib turgan bo'lsa, men ham ko'rib turgan bo'laman. Alloh ko'rib turibdi-ku, demoqchiman hammasini nima bo'layotganini. Men Alloh ko'rib turgan bo'lsa, men ham Yuvuvchilar ko'rgan nahotki bo'laman. sizga aytmadimi? Yuvuvchilar nahotki sizga aytmadi bu narsani. Aytmadi, sizning xabaringiz yo'q edi-ya, go'yoki. Go'yoki deb gapirmang menga. Go'yoki deb turib, so'z o'yini qilmang menga. Xabaringiz yo'q. Menga konkret savol bering, javobni berdim men. Ikkita dona savol qoldi. Qarang. Bering. Siz aytdingizki, o'zini o'zi osdi deb e'lon qildingiz, to'g'rimi? Hop. To'g'rimi? Ha? Bo'ldi, rahmat. Qarang. O'zini osgan. Lekin bundan bitta oldingi videoyingizda yana o'sha mana ikkita shisha aroni ko'rsatyapsiz. Yana qo'lingizdan bitta aroni shu olgansiz, to'g'rimi? Mana ichkilikning orqasidan ketdi do'st. Shu ichdi do'st. Statistika ma'lumotlariga qaraganda, siz jurnalistmisiz, siz nima xolis bo'lmayapsiz. statistika, mana shunda xolis bo'lib siz bilan gaplashyapman-ku. Statistika ma'lumotlariga qaraganda, Bitta eng xolisi manman. to'xtatib turing. Ikki shisha aroq ichgan odam hattoki o'rnidan tura olmaydi. U qanaqasiga o'zini ochishi mumkin? Gapingiz bir-biriga to'g'ri kelmay qoldi. Bittasida bitta ana butun bir butilka shishani ko'rsatib ichgan do'siz. Endi u o'zini osgan do'siz. Qanaqasiga u ichgan odam, men oxiriga yo'q kishi. Aka, konkret savol bering. Aka, men bu savolga javob berdim. O'zimiz bilan ko'ramiz. Xo'p, bo'pti, oxirgi gapim. Xonani tozalab qo'ydinglarmi? Uje, xona tozalanganmi? Hop. Siz tushunmaysiz. Men bu savolingizga ham javob berdim. Tozalab bo'ldingiz-a? G'alatimisiz? Men tozaladim dedim. Kim bo'lsa ham tozalandimi u xona? O'sha kuni chiqib ketganingizdan keyin, so'mkadan keyin. Uyida gaz qiladi. To'xtab turing. Uy egasi qildimi? O'zi siz shu qiziq. Kim qildi? Tozalash. Aka, men bu savolingiz boshida javobini berdim. Yana qaytaraman sizga. Mhm. Men bekorga maytda hammani olib kelib olib o'tirganim yo'q-da, aka. Mhm. Uyimda o'tirib, video qilib o'tirganim ham yo'q. Men sizga gapiryapman o'zbek tilida gapni yozib oling. Men sizga aytyapman aka. Biz o'sha uyga kirishdan oldin uyni haqiqiy egasi, ya'ni kadastrda egasidan biz so'radik. Ey, uyingizga aytmayapman. Men sizga kirishni aytmayapman. Uy tozalanganmi, do'mi? O'sha siz chiqib ketganingizdan keyin kim ruxsati bilan bo'lsa ham. eshitib tursiz. Uy egasini ruxsati